Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz Qo'qon shahridagi 5 talik boks aparatimizni ustanovka qilib bo'ldik va o'z nihoyasiga yetdi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Pistoletlari, kalchanlar, konsollar akkuratni holatda qo'yilgan. Boks bu katta mashina uchun mo'ljallangan. Boksimizni eni 7 metr, uzunasi 10 metr. Bu katta mashinalar uchun. Pistoletlarimiz germanskiy, konsollarimiz italyanskiy. Bu kovrak держателлari. Bizning mana bu pult управленияmiz. Funksiyalardan VADA, aktivniy ximiya, pena, nanoshampun, osmos, vosk turbovoda. Bunda faqat suvda 220 bar sepadi, qolgan funksiyalarda 2 kilovat tok ishlab 100 bar sepadi. Turbovodaga esa 250 bar sepadi ekan. Mana bizning bokslarimizning ko'rinishlari tez orada ochilish marosimi bo'ladi. Ochilish marosimi munosabati bilan bir kun mo'ykamiz tekin holatda ishlaydi. Ana atmosfera. Aziz obunachilar, mana bu bizning texnik komitamiz. Kletni qilib qo'ygan ishi bochkalar, mana bunaqa 1 tonnalik bochkani 1 metr baland ko'tarib 32 VH chiqarib beradilar. Qolgan montajlarni o'zimiz qilib beramiz, materialni olib beradilar. Akkuratni chotki qilib montaj qilib beramiz. Ana bu bizning motorlar turishimiz ahvoli. Necha voltdan tok kelyapti ko'rsatib beradi shitimizning yuzida. Pompamiz italyanskiy 250 bargacha ko'taradi. Pistoletni qo'yib payt motorni o'chiradi. Mana bu ahvolda keladi. Shitlarimiz akkuratni, ideal holatda yig'ilgan. Penalarimiz ham mana bu holatda turadi. Penalarimizga suv qo'shib, chotki qilib taxlab beramiz. Mana ishimizga ahamiyat bering. Ana buni fittinglari, mana shay dahshat desam bo'ladi. Obunachilar, like bosish esdan chiqmasin. Like bosishga arziydigan video qildim deb o'ylayman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Maslahatlik ishmi, nima kerak, yordam qo'limizdan keladigan hammasini qilamiz, xudo xolasa. Aziz obunachilar, sizlardan so'rab qolardikki, boksni qurishdan oldin обязательно usta bilan maslahat qilinglar. Nechiga nechi bo'lish kerak, qanday bo'lish kerak, nima ishlar qilib qo'yish kerak, обязательно bu narsani so'rab, keyin qurishni boshlanglar. Bo'lmasa 2 marta ish qilgan bo'lasizlar. Mana bu o'zi asishenlar вообще dahshat, kechki paytda вообще dahshat yoritib tashlaydi. Mana bu atmosfera. Bu yerda tugalmagan ishlar bor, hozirchalar. Tez orada nasib bo'lsa mo'ykamiz ochiladi. Usta akalarimizga gap yo'q. Ishlari вообще dahshat desa ham bo'ladi. Mana ishlarning ketishiga ahamiyat beringlar, aziz obunachilar. Вообще akkuratni ishlangan. Gap yo'q. Video yoqqan bo'lsa bitta like. Akalar, bitta like esdan chiqmasin. Mana akkuratni dahshat prям zavod hijolat. Mana любой konkurent bilan raqobatlashib olamiz. Pistoletlarni o'zimizga ko'rsatib beraman. Mana bizning suv pistoletimiz. Mana Made in Germaniya. Germaniya mahsuloti. 1 yil kafolat beramiz qurib bergan aparatimizga. Akalar, video yoqqan bo'lsa bitta like. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Ma'lumot nima kerak, hammasini chotki ideal qilib qurib beramiz.